Chetdan deport qilingan o'zbeklarga 2 yil davomida zagram pasport berilmaydi. 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab chet elda qonunbuzarlik sababli deportatsiya qilingan yoki majburiy ravishda O'zbekistonga qaytarilgan fuqarolarga 2 yil davomida xorijga chiqish bo'yicha davlat xizmati ko'rsatilmaydi. Bu qaror 2025-yil 13-may kuni qabul qilindi. Ushbu fuqarolar haqidagi ma'lumotlar yagona elektron ma'lumotlar bazasida yuritiladi. Bu bazadagi ma'lumotlar Tashqi ishlar vazirligining elchixonalari va konsulliklaridan, Ichki ishlar vazirligidan hamda Migratsiya agentligi va uning chet eldagi vakillaridan olinadi. Shuningdek, ba'zi istisno holatlar ham mavjud. Masalan, fuqaro chet elga juda muhim sabab bilan chiqishi kerak bo'lsa, masalan, davolanish uchun. Bunday vaziyatda unga biometrik pasport berish-bermaslik masalasini Ichki ishlar vazirligi alohida ko'rib chiqadi va qaror qabul qiladi. Bu videoni ko'rib oldingizmi? Значит, bu videoni tushundingiz ma'nosini va do'stingizga musofirda yuradimi, qayerda yurishidan qat'iy nazar jo'natib qo'ying, tezma strelkani bosib. Podpiska bosish esdan chiqmasin, Telegram kanalimga kiring va mana bunaqa pullarni yuting, Qizil Seyf o'yinimizda qatnashib. Hammaga omad, ссылка profil shapkasida.